Assalamu alaikum Erek TV'nin aziz görünmelleri. Siyaset Meydanı sohbet programımıza hoş geldinler. Bizning bu haftadagi programımız 5. yol qanlıq qirg'inchiligi Uyg'urlarga nima olib keldi va buningdan biz qanday ibrat olishimiz kerak. Yeni bir temamiz Qirg'izistondagi etnik to'qinishlarning kelib chiqish sababi nimadan iborat va bu haqdagi mulohazalar bilan bo'ladi. Qarindoshlar hammalarga ayon bizning Uyg'ur ziyolilarimiz dunyoning to'rt tarafiga chechilan holatda yashamoqda. Biz studiyamiz Gollandiyada bo'lganligimiz uchun har qaysi davlatlarga berib ahvollashib suhbat qilishga fursat bo'lmadi. Shundan telefon orqali bir qism Uyg'ur ziyolilarimiz bilan yuqorqi temalar haqida suhbat olib bordik. Tövende Amerika'da yaşayotgan Uyg'ur ziyolisi Dünya Uyg'ur Qurultayining Ichki ishlar bo'limining boshlig'i Ilshat Hasan efendim bilan o'tkazgan suhbatimiz o'zingizlarda bo'ladi. Assalomu alaykum Ilshat Hasan efendim, qanday ahvolingiz? Va alaykum assalom Abdurahmon ukam, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Tinchlikmi? Yaxshi, rahmat. Ilshat efendim, bugungi bizning programmamiz mushu 5-yo'l qanlıq qirg'inchiligi haqida va mushu Qirg'izistondagi vaziyatlar haqida bir maxsus programmalar o'rlashtirgan. Sizdan so'raydigan birinchi savolim, 5-yo'l Urumchi qanlıq qirg'inchiligi Uyg'urlarga nima olib keldi? Mushu tema haqida bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Qisqa yaqinlab aytgan vaqtda bir jumla bilan desak, 5-iyul voqeasi Uyg'urlarningki bir umumyuzlik uyg'unish yetib keldi. Bu yerdagi mening umumyuzlik uyg'unish deganim uzun tarixdan buyon biz mushu mustaqillik uchun, erkinlik uchun kurash qilib kelyapmiz. Ammo bizning aramizda yana bir turkum badish parallar, qaymoq Xitoyningki tashviqot siyosatidan qaymoqlar, bular yana Xitoyga bir xil umid kutgan, siyosiy jihatdan bizga barobarlikni beramdikin, avtonomiyadan bir narsadan foydalangan bo'lamdikin deb har xil umidlar bilan bo'lgan. Ammo lekin bu ketimki iyul voqeasi bo'lsa, Uyg'ur bilan Xitoyningki azaldan birga yashashning imkoniyatining yo'qligini, mening demoqchi bo'lganim, bu yerda Xitoy tajovuzchi hokimiyati bilan faqat biz Uyg'ur millati o'zining mustaqil erkinligini qo'lga olgan vaqtida uningki har qanday bilan barobarlikning ustidan barobarlikni asos qilganda bir do'st bo'lib o'tishning imkoniyatining borligini butun dunyoga ham Uyg'ur xalqininki hammasiga buni tushuntirib berdi. Chunki iyul voqeasidan keyin iyul voqeasida Uyg'urlarning bir xil tinchlik elib qolgan narazılıq Xitoyning qonli bostirishiga uchrab qolmasdan, hatto Sharq Turkistonda yashayotgan Xitoy fuqarolari Uyg'urlarga kaltak to'qmoqlarini mushu Xitoy armiyasiniki yag'andan o'zi chatnish keyin o'lib Xitoy fuqarolarini turib Uyg'urlarga qirg'inchilik etdi. Bu Xitoyninki Uyg'ur millatiga bo'lgan ham Sharq Turkistondagi yerlik millatlarga bo'lgan yo'qotish, aslimlashtirish qilish, butunlay Sharq Turkistonni Xitoylashtirish siyosatiniki mohiyatini ijib, mashada yashayotgan, ham Xitoyga umid kutayotgan Afg'onistondagi Uyg'urlarni butunlay uyg'otdi. Mushu nuqtadan elbet vaqtida iyul voqeasi garchi biz nihoyatda cho'ng badal to'ladik, yig'lagan yoshlarimiz, ayollar, bolalar o'lib ketdi. Lekin Uyg'ur xalqi umumyuzlik uyg'ondi. Buningda bir uyg'ongan millatda umid bor. Ko'p rahmat Ilshat efendim. Siz ham yuqori deb o'tdingiz. Endi masalan buningdan keyin biz Uyg'urlar masalan mush 5-yo'l qanlıq qirg'inchiligidan qanday bir saboq olishimiz kerak? Bu yerda bu bir cho'nqur kang doiradagi bir savol. Javob bermak unda oson emas. Bu yerdan egallaydigan tajriba saboqlar ba'zi mazmunlardan yana o'xshashlar takrorlanib keladi. Bu yerda Xitoy Uyg'ur bir millat bo'lish sifati bilan agar o'zininki taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'liga keltirmagan sharoitda mayli uning tinchlikdan qilgan talbi bo'lsin, mayli qaysi usulda qilgan talbi bo'lsin,
bularning hech qaysi bir amalga eshish kafolatga ega emas. Bu yerda bir boshqa bir yot millatninki ishg'oliyat ostidagi millatninki o'zininki madaniyat, til bo'lsin, hamma jihatdagi huquqiga erishish uchun bu agar erkinligini qo'lga olgan vaqtida bu huquqlarning hech qaysi bir amalga oshmaydiganligini shuningdan biz ko'rib olamizki, ham Uyg'urlar bundan keyingi har qanday bir talab yoki erkinlik ko'rishida qat'iy niyat bilan o'zininki taqdirini o'z belgilash degan mushu huquqqa erishmaguncha buningdan dal qo'yib o'tmaslik kerak. Hech qanday bir sulhiga ma'qul demaslik kerak. Oxirgi nishonga yetmaguncha kurashni to'xtatmaslik kerak deb men qarayman. Bu bir tajriba yakun bo'lishi kerak deyman. Rahmat Ilshat efendim. Bugün sizden qilmoqchi bo'lgan yana bir tema suhbat temamiz. Mesela bu Qirg'izistondagi vaziyatlar kundan kunga mesela eg'irlab ketayotgandek ko'rinadi hozir butun xabarlarda. Mesela O'zbeklar bilan bir-birsiga kiryotdi, o'zaro ichidan bo'layotdi mesela. Hech bir tingimas bir ya bo'ldi-da mesela bir necha yildan buyon mesela. Endi bu yerda hozir Qirg'izistondagi vaziyatlarning mesela bizga ketishlik bo'lgan nuqtalari qaysilar mesela biz Uyg'urlarga mesela Xitoylarni qarasak biraz rahatsız bo'layotgandek alomatlar bor. Sizmi Xitoylarning ba'zi siyosatlarini tadqiq qilib bu shaklda maqolalarni ko'p yozyapsiz. Sizning ko'z qarashingiz mesela bu Xitoylar bu ishdan haqiqatan men norozimi mesela Qirg'izistondagi vaziyatlarning shunday bo'lib ketishdan norozi bo'lamdi yoki bular bir xo'shal bo'lamdi? Bu haqda sizning ko'z qarashingiz qanday? Xitoy Qirg'iziston vaziyatidan norozi emas, andishidan. Chunki Xitoy bizning Sharq Turkiston zaminimizga tutishadigan har qanday bir davlatninki muqim bo'lib ham Xitoyninki do'st munosabati bilan yaxshi bo'lsa, Xitoyning iqtisodiyot bitimli bo'lgan vaqtida Xitoy qo'shildi. Chunki bu xil ahvol Xitoyninki ishg'oliyat siyosatininki tinch bilan ib berishiga Xitoyga noiti qulaylik bir sharoit yaratib berdi. Masalan, Afg'oniston Xitoyni azaldan andish qilyapti. Chunki bu yerda bizninki bir turkum Xitoyga qarshi jangchilarimiz bor. Burun bo'lgan, bular faqat Xitoyga qarshi turganlar. Agar Qirg'iziston mushkil muqimligini yo'qotib qolsa, balkim Uyg'urninki erkinlik jangchilari bu yerga to'plashi mumkin. Xitoyga bu bir tahdid. Shuning uchun Xitoy atrofidagi hech qanday bir davlatninki bundaq kontrollikdan chiqib ketishini xohlamaydi. Endi bu yerda Xitoyga andish qildigini shu. Endi biz Uyg'urlar uchun Qirg'izistonda nima tajribasi olamiz desak, bu yerda aslida O'zbek, Qirg'iz, Uyg'ur, Qozoq hammamiz bir turk millati, bir oiladan. Bu yerda bizningki o'zaro dattalash qiladigan hech qanday narsamiz yo'q. Aslida Sovetning oldida bu zaminda Turkiston Cumhuriyati qurilgan, keyinda Rus imperializmninki varisi bo'lgan Stalinninki o'rinlashtirishi bilan bu yerda O'zbek, Qozoq, Qirg'iz bularni hammani ayirib etib, ayrim davlat qildi. Ani Stalinninki xaritada o'tirib sizgan sizi bilan chegarani bo'ldi. Bu xil orqali bizning qarindosh millatlarning oramizga ziddiyat, xastalik bilan bir xil yo'shin kelgusidagi ziddiyat o'tini achaga ko'mib qo'ygan. Bu hozir tortiladi. Ammo biz nayt o'shar bo'lishimiz kerak. Bu yerda masalan bizning Sharq Turkistonda shu qarindosh millatlarning hammasi biz bilan teng yashaydi. Burundan yashab kelgan bizning oramizda hech qanday ziddiyat yo'qdi. Ammo yaqinqi bir asrdan Xitoyning ishg'oliyatidan keyin bizning oramizda andi-munda mashunda ziddiyatlar bor. Garchi bizning unda cho'ng keng ko'lamdagi to'qinishga aylanmagan bo'lsa-mu, ammo mashunda piliklarni tayyor qilib qo'ygan Xitoy. Shuning uchun biz nayt o'sharlik bilan o'zimizninki yo'lida durust minib, ham qarindosh millatlar bilan ittifoqni kuchaytirib, ular bilan birlikda, chunki Xitoyning oxirgi nishoni agar bugun Uyg'urni yo'qotsa, Qirg'izni yo'qotdi, Qozoqni, bu Xitoyninki imperializm ideyasi ularninki kelgusiga bo'lgan nishonini aytgan, butun O'rta Osiyoni bo'lsa o'zining ta'sir doirasiga kirgizish. Shuning uchun Uyg'ur yo'qsa, Sharq Turkiston butun Xitoylashgan kuni
bu taklif Qirg'iz, Qozoq hammasiga keldi. Shuningga biz hammamiz nayta o'sharlik bilan Xitoyning bu xil ishg'oliyat siyosatininki oldini olish uchun men shuni hamon bir kuni bu qarindoshlar yana biz tarafda turib, mushu xil Xitoyninki ishg'oliyat siyosatining kengayib O'rta Osiyoga berishning oldini olish uchun bizga yordam qilishningki birinchi oldin shartligini bularni to'lib yetdi. Shu vaqtida buni uzun qolmaydi. Bizningki ishimiz ham bo'ldi, bizning kurashlarimiz ulg'ayib mangdi. Shuningga bu yerda biz hozirgi Qirg'izistondagi bu xil ahvollardan bizning agar yakunlaydigan tajribalar bo'lsa, yuqorida men aytgandek, ammo Xitoy buningdan nihoyatda cho'ng andishida. Çünkü Kırgızistan hazırgıca Rusya, Amerika iki tarafınınki yardımı bilen bu tokunuş, bu krizisini hal kılışta fakat Rusya onun deyinkin Amerika'ya yardım tiledi. Xitayga tilmedi. Bu bir signal. Demek Orta Asya'daki bu bizning qarindoshlarimiz o'zininki kimninki haqiqiy dushman tahdidligini biladi. Çünkü Xitoy eng xatarli bir dushman. Şunun için Kırgızistan hükümeti gerçi maşından ahvaldı mı? Yenideki iqtisadi jihatdan burundan ular ta'sir ko'rsatgan Xitoyga hozirgacha yordam talab qilmadi. Bu bir Xitoyga bergan texnik Xitoyni andish qildirgan ilk bir signal. İlşat efendim bu hazır Kırgızistan'da mesela Özbekler bilen Kırgızlarning to'qinishi o'tirg'i chiqadi. Bunun tüp sebebi nima deb qaraysiz siz? Bunun tüp sebebi endi birisi tarixten kelib qolgan. Shu chegarani tutgan vaqtida, chegarani sizga vaqtida meningki ko'rgan nemalarimga asoslanganda bu chegarani shu Rus biraqligida Stalin sizib o'tgan. Shu yerdagi yerliklarningki o'tiraqlashish nisbati qaramagan. Shuning bilan buni nazarda tutilishpa. Ikkinchidan, shu O'rta Osiyodagi har bir davlatlar mustaqil bo'lgandan keyin bu milliy kimlikni o'zininki shu mustaqilligini qandoq qilish uchun ba'zi siyosatlar bu milliy kimligini bakarak ta'kidlab ketgan. Bu yerda Türk hammamiz bir oila degan hukmni so'zlashtirib, Qirg'iz millatchiligi, Qozoq millatchiligi, O'zbek millatchiligi bu ideyani nihoyatda gavurlantirgan. Bu xil ahvolning ostida bu annesi bir tilda asosan bir til sistemadagi bu qarindoshlarning orasida bir-birisiga bo'lgan ma'lum darajadagi xiris paydo bo'ldi. Bu yerda O'zbek millati bu yerda o'tiraqlashgan o'zbeklar sharoitdan foydalanib, ular bir qadar bayroq iqtisodiy jihatdan ham jihatdan ustunlikni yegan. Shuning bilan sirtqi kuchkurtish orqali Afg'onistondagi Qirg'izning yoshlari mashada mushu xirisdan bu krizisni keltirib chiqadi. Bu yerda yanilar mushu sirtqi kuchninki o'ttashtirish rolining sababidan kelib chiqdi deb qarayman. İlşat efendim bu Orta Asya'da bizim Uygurlar en köp yaşaydı. Mesela Kazakistan'da nayet köp Uygurlarımız var, Kırgızistan'da var. Mesela bir küllerde mesela Xitaylar güçke temde Ruslar mı yak ve başka taşki güçler bir güç görüş arkalı aşağıdaki milli yani Uygur, Kazak, Kırgız milletlerini bir-birisiga sepko'sh ihtimolligim bo'ladimi? Masalan, hozirgi xuddi Qirg'izlar bilan O'zbeklarning to'qinishga o'xshash Uyg'urlarmi masalan bir kunda 5 yoshli bir balaga kiradigan ehtimollik bor deb qaramsiz? Bu xil ehtimoli bor, ammo bu xil ehtimoli jiroq. Bu yerda man bayon qilib aytgandek, bu yerda bu xil Qirg'iz, O'zbekninki, Qozoq, Qirg'iz, O'zbekning bu xil ahvoldagi to'qinishning cho'ng ihtimolini nisbati yo'qdir. Chunki bu yerda Rus yana bir muhim omil Rusninki o'zininki shu bo'libmi 1-2 yildan buyon Rus o'zininki burungi Sovet vaqtidagi ta'sir doirasini asliga keltirish uchun nihoyat zo'r tirishchanlik ko'rsatib, bu yerdagi davlatlarni o'ziga qaram qilishda tirishyapti. Masalan, Ukrainani hozir asosan Rus tarafga o'tib ketdi, bu da saylam orqali. Endi bu yerda Qozoq, Qirg'iz bilan O'zbekning orasidagi bu da to'qinish qanday bo'ldi deydi. Qirg'izninki hozir vaqtda hukumatiningki prezidenti Roza Otunboyev
hanım işketim Rus'tan asker kirgizişini talep kıldı. Belki Rus ahırsıda asker kirgizdi. Demek şu arkalık, bu dokunuş arkalık Kırgızistan kayıtıdın Rus'ta bitinde buluş ihtimalini çok. Şunun için bu yerdeki, Orta Asya'daki bu kelimdaş millette devletlerinin arasındaki bu ziddiyet eğer keyif kalsa hemmesi ahırsıda yani Rus'unki Bronk imperializmge okşaş aşılanınca karan bulup şulanınki iktidarçılığı ötüp gitti. Bu Rus'unki kelgisideki kütüvatkan planı hem emelge aşırmakçı boğan emelge iş ihtimali vardır plan. Ama bir yerde Uygurlar olsa hazırlıkça bizninki tehditlerimiz Xitay'ınki işgaliydi de. Şunun için Uygurlarınki bu yerdeki milletlerinin düşman bokteliş ihtimali hazırlıkça vaziyette tövenerek. Ama bu ihtimali yok emez. Çünkü bir yerde eğer Uygurlar güçlü muşum yerdeki yerlik muşu yerdeki her bir devletin ikisi olan kıyıldaş milletlerimiz eğer güçlü Xitay'ın bitindeciliğinden özünü kutuldurup Uygur tarafı ötüp kalsa Xitay çokum her hıl usullarla bu yerde millet arasındaki ziddiyetini çıkarış arkalık Uygurlar'a şu yer yaşavattan kırgınçılık yapış ihtimali yok. Bergen ma'lumotlaringiz uchun ko'p rahmat Dilshod efendim. İnşallah yeni bir qatımlıq programımız ko'rishgacha omon bo'ling. Ko'p rahmat sizga. Sizga rahmat. Qanday ahvolingiz? Va alaykum assalom Abdurahmon ukam. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Tinchlikmi? Yaxshi, rahmat. Dilshod efendim, bugungi bizning programmamiz mushu 5-yo'l qonli qirg'inchiligi haqida va mushu Qirg'izistondagi vaziyatlar haqida bir maxsus programmalar o'rlashtirgan. Sizdan so'raydigan birinchi savolim 5-yo'l Urumchi qonli qirg'inchiligi Uyg'urlarga nima olib keldi? Mushu tema haqida bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, Erik TV'ning aziz ko'ruvchilar. Siyoset maydoni suhbat programmamizga xush keldinglar. Bizning bu haftadagi programmamiz 5-yo'l qonli qirg'inchiligi Uyg'urlarga nima olib keldi va buningdan biz qanday ibrat olishimiz kerak? Yeni bir temamiz Qirg'izistondagi etnik to'qinishlarning kelib chiqish sababi nimadan iborat va bu haqdagi mulohazalar bilan bo'ladi. Qarindoshlar, hammalarga ayon, bizning Uyg'ur ziyolilarimiz dunyoning 4 tarafiga chechilib holat yaşamakta. Biz stüdyomuz Gollandiyada bo'lganligimiz uchun har qaysi davlatlarga berib ahvollashib suhbat elishga fursat bo'lmadi. Shundan telefon orqali bir qism Uyg'ur ziyolilarimiz bilan yuqorqi temalar haqida suhbat elib bordik. Tövende Amerikada yashayotgan Uyg'ur ziyolisi Dünya Uyg'ur qurultayining ichki ishlar bo'limining boshlig'i İlşat Hasan efendim bilen ötküzgen söhbetimiz huzuruңlarda bo'ladi. Assalomu alaykum İlşat Hasan efendim. Qisqa yaqinlab aytgan vaqtda bir jumla bilan desak, 5-iyul voqeasi Uyg'urlarninki bir umumyuzlik uyg'unish yetkazdi. Ham bu yerdagi mening umumyuzlik uyg'unish deganim uzun tarixdan buyon biz mushu mustaqillik uchun, erkinlik uchun kurash qilib kelyapmiz. Ammo bizning aramizda yana bir turkum Batış parallar, Taymok
Xitoyninki tashviqot siyosatini qaymoqallab, bular yana Xitoyga bir xil umid kutgan siyosiy jihatdan bizga